Aka, uyingiz menga yoqdi. Olaman. Nech pul? 200 ming deb turibman. 200 ming? Ha, bu uyingiz 150 ming ham turmaydi-yu. Bo'lsa bordir. Lekin bunaqa qo'shni hammada ham yo'q-da. Qolgan bahosi shu qo'shnimniki. Tushunmadim, nima deganingiz u? Siz meni qo'shnimni tanimaysiz-da. Meni qo'shnim tilla odam. Doimo yaxshi yomon kunimda yonimda turgan. Biror bir maslahat so'rab chiqadigan bo'lsam, erinmay eshitib maslahat beradi. Bolalarimni ko'cha-ko'yda ko'radigan bo'lsa, nasihat qiladi. Biror yoqqa ketadigan bo'lsam, uyimni qo'riqlab o'tiradi. Hech ozor ko'rmaganman shu qo'shnimdan. Lekin jahl ustida men bir ikki marta baqirib ozor berib qo'yganman. Shu ozorlarimga sabr qilgan. Xullas, risoladagidek qo'shni. Gapni hamchi. Rosa olib qochdingiz-da yoki. Qaysi zamon odamini gapiryapsiz? Mencha sizdan uy olgani kelgan odamman. Qo'shni emas. Shu qo'shningizga sotora qolmabsiz-da, yo'qmasa uyingizni. Sotgan bo'lardim. Qo'shni manchidan biri safarda-da. Menga esa pul juda zarur. Gapni chuvalashtirmangda, qisqa qiling. 150 ming. Sotasizmi yo'qmi? Sizga sotmayman. Nima qiri? Nima qilasan uni sodam vaqtini olib? Ha? Odam buni. Sen meni qo'shnimga arzimaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qo'shni. Bormisiz qo'shni? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Safarlardan yaxshi keldingizmi? Rahmat. Shukr. Baraka toping. Men buni uydagilaringizga olib keldim. Har safar shunaqa qilib odam xijolat qilasiz, qo'shni. Arziysizda qo'shni. Rahmat. Qo'shni boyagi kishi bilan gaplashib turganingizni eshitib qoldim. Uyni sotmoqchimisiz? Shunaqa bo'lib qoldi qo'shni. Nimaga tinchlik? Safardaligingizda sizga ogohlantira olmadim. Zaruratdan sotyapman. Shunaqa qilib odam xafa qilasiz-da. Men qarang. Bunday qilamiz. Siz buni shunday uyga berib chiqing. Men chet eldan yaxshi qahva olib kelganman, tozasidan. Qahvani ichib gaplashamiz. Bo'ldi. Keyin uyni sotuvini e'lonlarini hammasini olib tashlayvering. O'zim xarajatlaringizga qarashib turaman. Yo'q, qo'shni. Xijolat bo'lmang. Siz shunda buni tashlab chiqing. Men sizni shu yerda kutib turaman. Kelishdingmi? Rahmat qo'shni.